111 kvadratli polnoценный 3 xonali kvartiramiz Gagarin ko'chasida sotuvga chiqqan. Bizlar hozir mehmonxonada turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona. Hamma mebel texnikalari qoladi. Devorlar полностью atachenda qilingan. Top patologgacha lyustralarga ahamiyat bering. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda prixoja часть bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel qilingan. Ikkita sanuzulni oxirida ko'ramiz. Bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek hamma mebel texnikasi bor. Dvухконтурный котел o'rnatilgan. So'qli pol va radiatorlar qilingan do'stlar. Bu yer bizlarda pollar yotoqxonasi bo'lyapti. Bu yerdan ikkita kровать, shifonierlari bor. Bu bizlarda oshxonada ham kerakli hamma mebel texnikalari bor. Uголок qo'yilgan. Ana endi ikkita sanuzulni ko'ramiz. Kvartiramizda kadastri bor. Bir kun, ikki kun ichida afrus qilib olishingiz mumkin. Mana bu bizlarda birinchi sanuzul va mana bu yerda ikkinchi sanuzul joylashgan do'stlar. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda aytsangiz bo'ladi.